Absayt aka, meditsinaga qanaqa kelib qolgansiz? Meditsinaga yoshlikdan o'zi qiziqish bo'lgan. Maktab paytida o'qituvchimiz menga savol berganlar. Kim bo'lasan? Advokat bo'lishni xohlayman yoki doktor bo'lishni xohlamoqchiman deb tushuntirganimda, endi sinab ko'ramiz deganlarda, hamma aytgan kasbini bittasini sinab ko'rganlar. O'shanda menga oqlovchini qo'yganlar. Bir kuni mana shu bir 7-sinflarimda koridorda qiz o'zidan o'zi yiqilib tushdi. Tutqanobatda endi. Sirazi ana borib qizchani to'g'rilab yotqizdim. Bosh qiyshayib qoldi. Boshini chapga qaratib qo'ydim. O'qituvchilar kelib nima bo'ldi? Shunaqa o'zim yiqilib tushdim, bilmadim dedim. Keyin bir 11 отделениyaning boshqa maktabda o'qiganman, 22 da. O'shanda bir xotirroq bola bor, sportsmen bola edi, men bilardim shunaqaligini. U bola ham o'zidan o'zi yiqilib tushgan, tutqanoq tutib, og'izlaridan ko'piklar chiqib, yiqilib tushdi. Oldlarida ham o'rtoqlarim bor edi, sinfdoshlarimiz. Ketdi bola ko'tarildi deb olib kirib, maktab partasiga olib kirib yotqizib, derazalarni ochib, shuni ham boshini chapga qaratib, ko'piklarni tozalashga harakat qilganman. Keyin maktabda o'zi vrachimiz bor edi, vrach chaqirganman, o'qituvchilarni chaqirganman. O'shanda o'zimga o'zim savol berganman. Menimcha cho'chmas ekanman, medik bo'lsam bo'lar ekan deganman. Menimcha bunda talant bor deganman. Qo'rqmadingmi, u yoq deyishgan. O'shanga misol uchun yoqqan menga o'sha narsa. Shunaqa doktor bo'lganman.